Assalomu alaykum Bahodir Rus kanali obunachilari va chorva ishqibozlari. Hafta kuniga juma 2025-yil 21-noyabr. Toshkent viloyati Parkent tumani Surxi mahallasiga keldik, hurmatli obunachilar. Olimjon bilan kecha chiqazgan birinchi qoringa Galshteyn friz hunajinlarimiz xudo xolisa baraka bo'pti. Shularni ortilish jarayonini ko'rsatib beramiz do'stlar. Yoqqan bo'lsa bir donadan layklarni bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Shunda biza kiritib borayotgan videolarni birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasizlar. Hammanglarni juma ayyominglar bilan tabriklab qolamiz. O'qigan namozinglar Alloh dargohida qabul bo'lsin. Musofirdan kuzatayotgan aka-uka, opa-singillarimizni hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. Topganinglarga baraka bersin. Vatanga sog' salomat kelishlik nasibi ro'za aylasin. Qani bismillahir rohmanir rohim. Qolgan to'liq ma'lumotlarni Olimjonning o'zlaridan olib beramiz. Hurmat Olimjon. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz. Charchamayapsizmi? Qolibmi yaxshi? Rahmat, Xudoga shukr. Assalomu alaykum Bahodir obunachilari. Mana kecha Bahodir akamdan chiqqan ikki bosh Galshteyn friz hunajinlarimiz sotildi. Xudo xolisa qatga baraka bo'ldi. O'zimizni Mozor xo'jiga baraka bo'ldi. Parkentdan chiqmadi. Hamma yoqdan telefon qildi, Farg'ona, Qoraqalpog'iston, Navoiydan. Ham endi nasib qilgani bo'ladi deydi-ku. Albatta, endi rizq Allohdan, o'zimizni Parkentga baraka bo'pti, hurmatli obunachilar. Olganga ham, sotganga ham barakasini bersin. Nechtasi baraka bo'ldi? Bahodir aka ikkitasini chiqizuvdik videoda. Aha. Elyor akam meniki qo'ymadi. 4 talasi baraka bo'lib ketdi. 4 talasi bir joyga baraka. Bir joyga baraka bo'ldi. Rahmat sizga ham. Endi sir bo'lmasa ochiq qila olamizmi? Nech puldan baraka bo'ldi? 58 milliondan chiqizuvdik. Aha. Hammasi 4 talasi bir joyga, ikkita 8 oylik ham 213 millionga baraka bo'ldi Bahodir. Barakasini bersin, olganga ham, sotganga ham, bo'lmasa ortirish jarayonlarini ko'rsatib beramiz, hurmatli obunachilar. Layklarni bosib turasizlar. Olib chiqamiz. Hurmatli obunachilar, 4 tasi bir joyga ketdi mana. Xudo xolisa ortirish jarayonlarini ko'rsatib beramiz. Haydorjiyan. Bahodir aka ikkitasini birinchi ortib boramiz-da. Aha. Ikkitasini keyin bunaqa. Hozir ikkitasini ortib boramiz. Ikkitani videoga chiqqanini ortib boramiz hozir. Ko'pchilik telefon qildi, endi nasib qilgani keyingi safar xudo olsa. Endi o'zimizni Parkentga nasib qildi, olgan inson ham baraka topsin, lekin xudo xolasa bularning kelajagi bor mana do'stlar. 4 tasi bir joyga baraka bo'pti mana, mashalloh. Hammamizga nasib qilsin shunaqa mollardan boqish. Allohga oson, niyati to'g'ri qo'ysak bo'ldi do'stlar mana. Joning sog' bo'linglar mana, o'zimizni Parkentga ketdi xudo xolasa. Cho. Olimjon, ushlab olaver, bittani ushlasang har holda ketidan yuradi keyin. Ha, buni ushlab ola qol. Mana do'stlar. Ko'rib o'zingizlar sifatiga bahoni berib qo'yasizlar mana. Mashalloh, o'sha yilin shunaqa soladi, oxirgi oylarda do'stlar mana. Mana xaltalarga e'tibor berasizlar. Joning sog' bo'lgur mana. Liderlari ketdi xudo xolasa mana, o'zimizni Mozor xo'jaga ketibdi do'stlar. Dumini qayerine yuradi. Joning sog' bo'lgur mana. Ko'p yo'q ham. Assalomu alaykum. Mana hurmatli obunachilar, ikkitasini ortib oldik. Xudo xolasa keyingi reysda keyingi ikkitasi ketadi. Dodam assalomu alaykum. Endi bitta duo qilib bersangiz endi shu bilan videoni yopib boramiz aka. Amin. Barakasini berib, hammasini Alloh qo'llaydi. Amin. Allohu akbar. Olganga ham, sotganga ham barakasini bersin, hurmatli obunachilar. Olimjon, narigi ikkitani ham bitta ko'rsatib qo'yamiz endi. Yuring. Keyingi reysda ketadi, hurmatli obunachilar, u ikkitasi. Olimjon, endi xudo xolasa qarang, shunaqalaridan bo'ladimi? Yo'qmi? Bo'ladi. Xudo xolasa Bahodir aka. Ertagami jo'nasak bir haftalarda yengillik bo'lib qoladi, ya'ni olib kelsam
Xudo xolisa chiqaramiz. bo'ladi. Bo'lsa, hurmatli obunachilar, kanaldan chiqazib beramiz. Kanalni kuzatishda davom etsanglar. Hurmatli obunachilar, mana Quyoq suyog'iga ketdi-da Bahodir aka. mana 4 talasi bir joyga bo'ldi. Mana bu 213 millionga 4 talasi ketdi bir joyga. mana bu 4-inchisi do'stlar, mana bu. Olimjon, sizni ham chorvangizga baraka, topganingizga baraka bersin, hurmatli obunachilar. Shu bilan video syomkamizni yakunlaymiz. Yoqqan bo'lsa, layklarni bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Arzimas mehnatimizni qo'llab-quvvatlab, layklarni bosib turasizlar. Chiroyli, yaxshi sifatli mollarni chiqarib berishga harakat qilamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.